Kecha bitta espas ahmoq yozibdi. Biz Qur'on musobaqasi o'tkazyapmiz ozonimizda. Sal tomi ketgan, shunaqa sal aqli joyidan bo'lmagan farosatsiz ahmoqlar bor. Eng asosiysi nafsi buzuq. Qur'on musobaqa uchun nozil bo'lmagan, Qur'on tatbiq qilish uchun nozil bo'lgan hayotga deb yozibdi. Marhamat, tatbiq qilaver. Kim seni to'siyapti? Qil. Nega hammasini men qilishim kerak? Men Qur'on o'qityapman, Qur'onning ta'limini yetkazyapman ekan. Sen ikkinchisini qil. Nega uni mendan talab qilasan? Qayerdan bilasan men tatbiq qilyapmanmi, qilmayapmanmi? Qur'onni tatbiq qilish avval o'zidan bo'ladi. O'zingga tatbiq qil, oldin sen Qur'onning axloqini, ma'nosini o'rganchi oldin. Qur'on nima deyapti? Qur'on shunaqa, Qur'on ahliga sakra deydimi? Qur'on shunaqa musulmonlarga shunaqa beozi, beposhna bo'l deydimi? Qur'on shunaqa yurtda fitna chiqar deydimi? Qur'on shunaqa musulmonlarning orasida nizo chiqar deydimi? O'qi oldin sen Qur'onni, badbaxt.